Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynam istiqdanlar ekranımızda olsun. Yaponiya Tayvan haqqında Xitoyni ogohlantirdi. Yaponiyadagi hokimiyat yurgizayotgan Erkin Demokratlar Partiyasining siyosiy ishlar raisi Hage Oda Koichi Tayvandagi hozirgi holatning o'zgarishiga qarshi turadiganligini bildirdi. Cumhuriyet gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Erkin Demokratlar Partiyasining siyosiy ishlar raisi Hage Oda Koichi Taybey ziyorati jarayonida qatnashgan munbarda qilgan so'zida Xitoyni rayonda jiddiylikni kuchaytiradigan qadamlardan saqlanishi kerakligi haqida ogohlantirib, Yaponiyaning erkin va ochiq Hind-Tinch okean siyosatini qo'llaydiganligini, Xitoyning Tayvan bo'g'ozining tinchligini buzadigan rayondagi harbiy besimining kunsiri kuchayayotganligini bildirib, o'zlarining Xitoyning rayon holatini zo'rliq bilan o'zgartirish urinishiga qarshi turadiganligini bayon qildi. U yana 8-oyda Xitoyning Yaponiyaning alohida iqtisodiy rayoniga qo'yib bergan ballistik boshqariladigan bombani askartib, Beijing harbiy jiddiylikni kuchaytiradigan harakatlardan yiroq turishi kerak dedi. Hage Oda yana o'z davlatining davlat mudofaa iqtidorini kuchaytirish irodasini ta'kidlab, Yaponiya zarba berish kuchini kuchaytirish uchun hujum qilish iqtidoriga ega bo'lishi kerak dedi. Taybey ziyoratida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan Hage Oda Tokyo Taybey hamkorligining Tayvan bo'g'ozi rayonining tinchligi va muqimligi uchun muhimligini ta'kidladi. Amerika Xitoy bilan to'qinishga tayyorlik qilmoqda. Amerika harbiy hamjoti Amerikaning kelgusida Xitoy bilan harbiy to'qinishga tayyorlik qilayotganligini aniq ko'rsatib beradiganligi bildirilmoqda. Turkiya xalqaro to'rining 11 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Cumhuriyetçiler Partiyasidan Mike Gallagher Amerikaning kelgusida Xitoy bilan rasmiy to'qinishga kirish uchun konkret qadamlar bilan tayyorlik qilayotganligini bildirdi. Amerika Avam palatasi Ukraina urushi va Xitoy bilan harbiy tirikishishni planlash uchun 2023-yili armiyaga $1 trillion mablag' ajratish haqida belat tashladi. Oldingi payshanba kundagi belat tashlashda Demokratlar Partiyasi va Cumhuriyetçiler Partiyasining mutlaq ko'p qismi Amerika prezidenti Joe Biden talab qilgandan $45 milliard bulturqi xamjotdan 8% ko'p holda Amerika armiyasiga $858 milliard mablag' ajratishga qo'shildi. Cumhuriyetçiler Partiyasining Wisconsin vakili Mike Gallagher xamjotning maqsadini tushuntirib, bu yilgi davlat mudofaa huquq berish qonuni konkret tadbirlarni qo'llanib, Amerikaning qattiq amaliy kuchiga mablag' selish orqali Amerikaning Hind-Tinch okeandagi kuchini kuchaytirdi. Hamda ittifoqdoshlarimizni qo'llash orqali Xitoy bilan kelgusida bo'ladigan to'qinishga tayyorlik qilishda konkret qadam bosayotdi dedi. Harbiy hamjotda Amerikaning tarixida tunji qatim Tayvanni bevosita qurollantiradiganligi tilga ilingan bo'lib, 10 yil jarayonida $10 milliard qurol-yarog' yordami qiladiganligi tilga ilingan. Qonun loyihasida 438 qatim Tayvanga, 237 qatim Rossiyaga, 159 qatim Ukrainaga ishorat qilinishi navbatda Amerikaning Xitoy masalasiga texmo jiddiy qarayotganligining ishorati ekan. Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismining qo'mondoni general David Berger oldingi hafta armiyaning orqa saf ta'minotiga tezroq harakat qilishni umid qiladiganligini aytib, "Men texmo tez harakat qilishimizni umid qilaman. Nimishqa deb so'ramsiz, chunki siz qarshi tarafning qachon harakat qiladiganligini bilmaysiz" degan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2023-yilning boshida Xitoyni ziyorat qilib, Xitoy amaldorlari bilan ko'rishdi. 1979-yili diplomatik munosabat normallashgandan buyon Amerika Xitoy munosabatining eng to'van saviyada ekanligi bildirilayotgan, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlari har fursatda tilga ilinayotgan bir paytda elib beriladigan bu ziyorat yaqindan diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy Saudiya Arabiston bilan strategik hamrohlik munosabati kelishimi imzoladi. Xitoy bilan Saudiya Arabiston boshliqlari bu qitimliq uchrashishda atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan Saudiya Arabiston podshohligining umumyuzlik strategik hamrohlik munosabati kelishimi imzolagan. Xitoy Xinhua to'rining 8-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, mazkur kelishimda ikki taraf har 2 yilda bir qitim navbat bilan boshliqlar uchrashishi o'tkazishga qo'shilgan. Undan boshqa ikki taraf Xitoy Saudiya Arabiston yuqori darajalik birlashma komitet amaldorlarining saviyasini bosh ministr darajasiga ko'tarishga qo'shilgan. İki taraf yana atalmış bir balvaq bir yo'l adliya, ma'arif, hidrogen energiyasi, mablag' selish, to'ralg'u va boshqa sohalardagi hamkorlik hujjatlarining o'rtaq qurilishi uchun tayyorlangan hujjat almashtirish marosimiga qatnashgan.
ikki taraf yana Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan Saudiya Arabiston podshohligi o'rtasidagi birlashma bayonotni e'lon qilgan bo'lib, mazkur birlashma bayonotda Xitoy bilan Saudiya Arabistonning umumyuzlik munosabat ahvoli eskartilgan. Xitoy Mudofaa ministrligi Amerikaga norozilik bildirdi. Xitoy Mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Tang Kefi bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setib bermoqchi bo'lganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Daxil to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, bir muxbir bayonotchi Tang Kefidan Amerika yaqinda Tayvanga 428 million dollarlik harbiy aeroplan zapchaslari va aloqador jabduqlarni setib beradiganligini jakarladi. Xitoy taraf buningga qanday qaraydi deb so'ragan. Bayonotchi Tang Kefi javobida Amerikaning bu harakati Xitoyning maydoniga ochiqdan-ochiq parvo qilmaganligi hisoblanadiganligini, Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga yana bir qatim aralashib, bir Xitoy prinsipi va Xitoy-Amerika 3 qo'shma axborotidagi belgilimlarga xiloflik qilganligini, Xitoyning egilik huquqi va bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazganligini bildirgan. Tang Kefi javobining oxirida Amerikaga tahdid solib, Xitoy-Amerika munosabatida hal qilib o'tishga bo'lmaydigan birinchi qizil siziq Tayvan mustaqilligi ekanligini, Tayvan mustaqilligi Tayvan bo'g'ozining tinchligi, muqimligi bilan xuddi o't bilan suv chiqisholmagandek chiqisholmaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatim Amerikaning Tayvanga setib berish uchun tasdiqlagan qurol-yarog'ining umumiy summasi 428 million dollar bo'lib, buning ichida urush aeroplani va aeroplan zapchaslari bor ekan. Zapchaslarga ketadigan xarajat 330 million dollar ekan. Xitoy Lanju Sharq Turkiston temir yo'lini ko'paytirishni planladi. Xitoy Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilish hamda Xitoy oqqo'llarining Sharq Turkistonga ko'chib kelishini ravonlashtirishdek razil maqsadida Lanju Sharq Turkiston temir yo'li Jing Alatov temir yo'lining ko'paytib yasaldigan ikkinchi liniyasida ish boshlagan. Tangritog' to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmish avtonom rayon doiralari Urumchida 4-fasllik zo'r turlarni o'rinlashtirish yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda Xitoy Davlat temir yo'l guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Liu Jinfang Lanju Sharq Turkiston temir yo'lining ko'paytib yasaldigan ikkinchi liniyasida ish boshlaganligini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Liu Jinfang yig'inda silliq so'z qilib, Lanju Sharq Turkiston temir yo'li Jing Alatov temir yo'lining ko'paytib yasaldigan ikkinchi liniyasi turi Bo'rtala Mo'ng'ul avtonom oblasti tavasiga joylashganligini, liniya Jing vokzalidan boshlanib, Jing nahiyasi Bo'rtala shahri Alatov shahridan o'tib, Alatov vokzaliga tutashtirilganligini, G'ol liniyaning umumiy uzunligi taxminan 70 km, lohiyadagi soatlik sur'ati 120 km bo'lib, birinchi darajalik elektrlashgan temir yo'li hisoblanadiganligini, qurilish muddatining 2 yil ekanligini e'lon qilgan. Bildirilishicha, Lanju Sharq Turkiston temir yo'li Jing Alatov temir yo'lining ko'paytib yasaldigan ikkinchi liniyasi Yangi Osiyo Yevropa cho'ng quruqliq ko'vrigi va davlat temir yo'li to'ri asosiy ramkasining muhim tarkibiy qismi ekan. Xitoy bu yo'l orqali Xitoy Yevropa navbatchi poyezd yo'lining rolini yanada kuchaytirishni planlagan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning shimoliy rayonining paxta, ximiya sanoati qatorliq mahsulotlarini Xitoy o'lkalariga yo'tkaz salmoqini oshirishga ergishib, Urumchi g'arbiy vokzali poyezdlarni kutib oladigan, yo'lga soladigan, guruhlaydigan eng cho'ng port yasab chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan beri Xitoy virusi hamda xalqaro jamiyatning Xitoyga savdo sohasida embargo yurgizishi, Xitoy o'lkalarida orqa-orqadan yuz bergan ofat qatorliq omillar sababli Xitoy iqtisodida chekinish bo'lgan. Nurg'un Xitoy shirkatlari to'xtab qolgan. Xitoy o'z ehtiyojini qamdash maqsadiga yetish uchun Sharq Turkistonning boyliqlarini kuchab bulang-talang qilishga boshlagan. İran Xitoyga norozilik bildirdi. İran Xitoyga norozilik bildirib, Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisini Tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, İran Xitoy Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashi boshliqlar yig'indan keyin İranning kontrolligida turayotgan va Arab birlashma xalifaligimi egilik huquqi borligini ilgari surayotgan Paris qo'ltiqidagi 3 orol haqida Xitoy tarafidan e'lon qilingan birlashma bayonotga norozilik bildirib, Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisini Tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. İran Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Nasir Kanani Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan Xitoy Paris qo'ltiqi davlatlari kengashi boshliqlari yig'inidan keyin e'lon qilingan xulosa dokumentida İranga qaratilgan tanqidlarni qattiq ayblaydiganligini bildirdi. Nasir Kanani İranning kontrolligida turayotgan va Arab birlashma xalifaligimi egilik huquqini da'vo qilayotgan Paris qo'ltiqidagi Abu Musa Buyuk Tomb
va kichik tomb nomli taqim orollari to'g'risida ishlatilgan so'zlar ustida to'xtalib, Iran bu orollar haqidagi har qanday da'voni ichki ishlariga va territoriyasiga aralashib olganlik deb qaraydi va buni qattiq ayiblaydi dedi. Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisi Chang Huaning bu masala uchun tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilganligini bildirgan Kanani bosh elchiga Iranning qattiq noroziligi yetkazildi dedi. Xi Jinping Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida e'lon qilgan birlashma bayonotning bir qismida Iranni boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashib olmaslikka chaqirgan edi. Başlıqlar yig'indan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda Xitoyning Arab birlashma xalifaligining Buyuk Tomb, Kichik Tomb va Abu Musa oroli to'g'risida Iran bilan bo'lgan tushunishmasliklarni xalqaro qonun va o'zaro suhbat orqali tinch hal qilishga tirishishni qo'llaydiganligi ta'kidlangan edi. İran va Arab birlashma xalifaligi uzundan buyon Abu Musa, Buyuk Tomb va Kichik Tomb orollarining egilik huquqini tanishib kelmoqda. Bu orollar 1971-yilgacha Angliyaning ishg'oliyati ostida edi. 1971-yili noyabrda Angliya chekingandan keyin Iran orollarning kontrolligini olqiniga kirgizib olgan bo'lib, Arab birlashma xalifaligi bo'lsa orolga harbiy kuchlarni o'rinlashtirgan Iranni ishg'olchi deb e'lon qilgan edi. İran bu orollardagi egilik huquqlarining intayin uzun tarixiy asoslarga tayindiganligini ilgari surib, bu orollarning 1903-yili Angliyaning qo'liga vaqtliq o'tganligini va 1971-yili qaytirib berilganligini, shunlashqa u chaqlarda texnik qurilmagan Arab birlashma xalifaligining egilik huquqini talab qila olmaydiganligini ta'kidlab kelmoqda. Amerika Serbiyaning Kosovoga besib kirish tahdidiga qarshi bayonot e'lon qildi. Amerikaning Prishtina va Belgrad elchixonalari Serbiya guruhlarining Yevropa Ittifoqi qonunni boshqarish burchining chorlash atritiga qilgan hujumidan keyin Kosovoning shimolidagi vaziyat haqida birlashma bayonot e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, bayonotda Kosovo doiralariga qaratilgan hujumga yetishlik deb qaralgan bir gumondorning nazoratga elinish voqeasini serblarning Kosovo doiralari va yerlik ommaga tahdid solish, vahima paydo qilish hamda yo'llarni qonunsiz to'sishga bahona qilib olganligi eskartildi. Bayonotda qonunsiz to'siqlarni qurganlar cho'qim u to'siqlarni darhol elib tashlashi lozim. Zo'ravonlik va qo'rqinch solish bilan qilingan tahdidlarga xotima berilishini umid qilamiz. Yevropa Ittifoqi qonunni boshqarish burchi va Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATO Kosovo tinchlikni saqlash qismlarining bexatarlik va erkin sirtqi chiqishni kapolatga ega qilish tirishchanliklarini mamnunlik bilan qarshi olamiz va qo'llaymiz deyildi. Bayonotda yana jiddiy tadbir qo'llanib, vaziyatni pasaytish va ig'vogarchilik harakatlaridan saqlanish talab qilindi. Angliyaning Prishtina va Belgraddagi bosh elchixonalari birlashma bayonotida Kosovoning shimolidagi yerlik serblar qurgan to'siqlarni bekor qilishni talab qildi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockmo Kosovodagi jiddiylik to'g'risida e'lon qilgan bayonotida Kosovoning shimolidagi 4 shaharda muddatdan ilgari saylovlarni kechiktirish qarori bilan jiddiylik pasaytirilganligini, Serbiyaning bo'lsa Kosovoga serb qismlarini yo'llaydiganligini jakarlab, buning dal aksicha ish qilganligi bildirildi. Kosovo bosh ministri Albin Kurti Kosovo bexatarlik kengashi yig'indan keyin e'lon qilgan bayonotida Kosovodagi urush oxirlashib, oradan 23 yil o'tgandan keyin Serbiyaning qaytadan urush boshlash bilan va qismlarini Kosovo zaminiga yo'llash bilan tahdid solganligini bildirgan edi. Kosovo bosh ministri Albin Kurti Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Kosovo tinchlikni saqlash qismlarining davlatning shimolida xalqning erkin sirtqi chiqishini kapolatga ega qilishi uchun chaqiriq e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.